Hazreti Zeynep binti Cahsh. Bugün biz tanışıp çıkmakçı bolgan bu mübarek ayal Peygamber aleyhisselamның hammisi Umayya binti Abdülmuttalibning qizi edi. Hazreti Zeynep dastlabda musulmon bo'lganlarning qatoridan bo'lib, Rasululloh uni azodkardisi va beqib olgan o'g'li Zayd ibn Harisaga yotliq qilib qo'ygan edi. Hazreti Zeynep nasabi esil, nihoyat aqlli ayol edi. Hazreti Zayd bo'lsa azod qilingan bir qul edi. Hazreti Zeynep bu nikohga chin qalbidan rozi bo'lib emas, faqat Rasulullohning amriga itoat qilish yuzidanla ma'qul bo'lgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, to'ydan keyinmi ikkalarning orasida muhabbat paydo bo'lmadi. Natijada Hazreti Zayd Rasulullohning huzuriga kelib, bu xil turmushni davomlashtirib ketilmaydiganligini, ajrish xiyoli borligini aytdi. Garchi Rasululloh nikohdan ajrashmaslikqa tavsiya qilgan bo'lsa-mu, bir mezgil o'tgandan keyin Zayd radhiyallohu anhu qayta kelib dard aytdi va nikohdan ajrashdi. Jahiliyat davrida beqib olgan balani o'z balasi qatorida ko'radigan odat bor bo'lib, beqib olingan bala miros ola oladi. Beqib olgan o'g'li qo'yib bergan ayol bilan nikohlanish cheklanadi. Islomda bu batil odat bekor qilindi. Allah Taala bu haqda tuvandagi oyatni nozil qildi. O'z vaqtida sen Allah ne'mat bergan, senmu in'om qilgan kishiga, ya'ni Zayd ibn Harisaga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning ta'na qilishidan qo'rqding. Amaliyotda Allohdan qo'rqishing eng haqli edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zayd uni, ya'ni Zeynepni qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zeynepni ilishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlandi. Ahzob surasi 37-oyat. Oyatdagi bayonlardan ko'rganimizdek, Allah Taala bu oyat orqali Zeynep radhiyallohu anhani Peygamber aleyhisselamga nikohlab berdiganligini bildirdi. Aisha onamiz bu oyatlarni anglaganda mundaq deydi: Ayollarning eng ulug'i va fazilatliki Hazreti Zeynep bo'lgan bo'ldi. Allah uni Peygamber aleyhisselamga osmondan nikoh qildi. Zeynep bizning aramizda buning bilan faxrlanadi. Peygamber aleyhisselam Zeynep anamızga Zayd ibn Harisani elçilikka avatdi. Hazreti Zeynep bu xabardan to'lim söyünganlikdan 2 oy ro'za tutishga va'da berdi va shukr sajdasiga bosh qo'ydi. Allohning amri bilan nikohlanganligi uchun to'yliq berilmadi. Hazreti Zeynep o'z amgiga tayinib pul topadi. Teri ashlaydi, yangi ish qiladi. Bu orqali topgan pullarni Allah yo'lida sarf qiladi. U bu sexiyligini umrining oxiriga qadar davomlashtirdi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Zeynep radhiyallohu anhaning nihoyat qo'li ochiq, sexiy bir ayol ekanligini bildirgan edi. Zeynep radhiyallohu anha sadiqa ishlariga berilganiga o'xshash ibodatlarga mu alohida ahamiyat beradi. Nafl namoz o'qiydi, pat-pat ro'za tutadi. Zeynep radhiyallohu anha hijratning 20-yili Hazreti Umarning xalifaligi zamonida 53 yoshida Madinada vafot bo'ldi. Jinozasi vasiyati bo'yicha Payg'ambar alayhissalomning karvati bilan yetkazildi va Baqi qabristonligiga dafn qilindi. Ummu Salama onamiz Hazreti Zeynep haqida Zeynep radhiyallohu anha nafl ibodatlar bilan ko'p shug'ullanadigan, doim ro'za tutadigan, vaqtini ibodat bilan o'tkazadigan solih bir ayol edi deydi. Aisha onamiz bo'lsa, ulug' Alloh Zeynep binti Jahshga rahmat qilsin. U bu dunyoda hech kim erisholmagan sharafga erishdi. Alloh uni Payg'ambar alayhissalomga nikohladi. Qur'onda ismi zikr qilindi. Men Zeynepning xayrlik va Alloh qo'rqisi kuchli bo'lgan, to'g'ri so'zlik,
urug' tuqqanlarning haqqini ado qiladigan, Allohning roziligiga erishtiradigan sadiqalarni ko'plab beradigan bir ayolni ko'rmadim deb madhilagan edi.